Qaranglar, vodiydan bitta patsientim kelganlar. Bularga mana o'sha bo'yin umurtqalar osteoxondrozi, spondilartrozi, orqa miya kanali, o'sha 5-6 disk churrasi, ildizli og'riq sindromi bilan degan diagnoz qo'yilgan. 3 yildan beri lecheniya olib kelyaptilar, lekin hech qanaqa effekt bo'lmayapti. Hozir ko'rsataman. Qaranglar, rentgenga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bo'yin sohasini ko'ryapsizlar va mana jag qismini qanchalik simmetriya, ya'ni rotatsiya bilan turganini, qiyshiq turganini ko'rib turibsizlar. Ya'ni bularda diagnoz qo'yishda xatolik ketgan, birinchi darajali kasallik o'zi bo'ladi cervicalniy distoniya, ya'ni spastichеская кривошея hisoblanadi. Forma anterior kaput bilan ketayotgan bo'lgan. Bularga o'sha asosiy diagnozni qo'yishmaganda осложнениясini o'sha сопровождающий kasallik diagnozini qo'yib lecheniya qilaverishgandan lecheniyaning effekti bo'lmagan. Endi bu holatda, ya'ni birinchi navbatda botulin terapiya bilan ishlash kerak bo'ladi. Xudo xolisa bularga lecheniyani sxema bo'yicha etapma-etap назначение beramiz va dinamikani o'zgarishini ko'ramiz.